Men kelin bo'lib bu mahallaga kelganimga endi 2 yil bo'ldi. Oila katta, ishlar bisyor. Kunim osh pishir, kir yuvish, mehmon chiqish bilan o'tadi. O'zimni yo'qotib qo'ygandekman. Lekin hech kim buni payqamaydi. Qo'shnimizda bir erkak bor edi, Isroil aka. U anchayin muloyim, har doim salom beradi. Har gal yordam kerak bo'lsa ayting deydi. Uning ovozida menga g'amxo'rlik eshitilardi. Turmush o'rtog'im esa u yo'q. Ishda, telefonda, ba'zida esa umuman uyda emas. Menga faqat topshiriq beradi. Onamga shuni qil, dadaga choy olib chiq. Bir kuni yomg'ir yog'ayotgan edi. Kiyimlarni yuvib hovlida osayotgandim. Isroil aka hovlidan qarab turardi. Bir zumda u oldimga keldi. Yomg'irda ho'l bo'lmang, men qo'llashaymi? Men boshimni qimirlatdim. Og'zimdan yo'q degan chiqdi, ammo ko'nglim ha deb yuborgan edi. Vaqt o'tdi. Gaplar, nigohlar, mayda-mayda suhbatlar. U bilan gaplashish yuragimga iliqlik olib kelardi. Ammo bu to'g'rimi edi? Bir kuni kelib, u shunday dedi. Men sizni ko'proq ko'rishni xohlayman. Siz baxtli bo'lishingiz kerak. Men jim qoldim. Ichimda urush bor edi. Ayol, kelin, qiz or nomus. Yuragim esa baxtli bo'lish gunohmi derdi. O'sha kechadan keyin ko'zimga uyqu kelmadi. Ichimda ikkita ayol urushardi. Boshqalar seni qanday qarshi oladi, ammo u seni tushunadi. Seni ayol sifatida ko'radi. Erim meni odam o'rnida ko'rmay qo'yganiga ancha bo'lgan edi. Onamga aytganimda faqat sabr qil dedi. Mahalla oyimlar kelin toqatli bo'lish kerak dedi. Lekin menchi, men kimman? Men o'zimni qachon eslayman? Isroil aka yozdi. Men sizni hurmat qilaman. Agar siz istamasangiz, siz bu suhbatni tugatamiz. Ammo shuni biling, siz baxtga loyiqsiz. Men indamadim, ammo yuragim gursillab urardi. Bir kuni tunda elektr o'chdi. Uy jim, hamma uxlayotgan. Faqat men uyg'oq. Derazadan uzoqroq chiroq ko'rindi. Qo'shni hovlida. Ko'nglimda nimadir tortdi. Shunchaki bir lahza o'sha tomonga yurib ketdim. Hovlida u meni kutib turgandek edi. Biz bir og'iz ham so'z aytmadik. Nigohlar yetarli edi. Yaqin kelganimda u so'radi. Bu to'g'rimi? Men javob bera olmadim. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. U faqat shuni dedi. Men sizni qiynashni xohlamayman. Agar hozir orqaga qaytsangiz, men sizni hech qachon bezovta qilmayman. Men orqaga qaradim. O'sha uy, 4 devor, tan olinmagan hayot. So'ng u tomon qaradim. Meni tushungan yagona ko'zlar. Men orqaga qaytdim. Ko'nglimda birinchi bor yengillik bo'ldi. O'zimni tanladim. Men jinoyatchi emas edim. Men shunchaki sevilishni istagan ayol edim. O'sha tundan keyin men ko'p narsa haqida o'yladim. Hayotimning har bir daqiqasi kimningdir rozi bo'lishi uchun o'tayotgan edi. O'zimning xohishlarim, orzularim, hatto ko'z yoshlarim ham menga tegishli emas edi. Kunlarning birida tong saharda oynadan qarab turdim. Qushlar sayrayapti. Osmon tiniq. Ichimdan bir ovoz chiqdi. Sen yashaysan, nafas olasan. Demak, o'z yo'lingni topishing mumkin. Men uydagilarga nonushta tayyorladim. Erim uyg'onib har doimgidek betarz holatda choy qani dedi. Men unga qarab iltifot bilan kuldim. Lekin yuragimda boshqa reja pishib ulgurgan edi. O'sha kuni kichik bir sumka tayyorladim. Ko'ylagim, pasportim, ozgina pul. Hech kimga sezdirmasdan onamning uyiga ketdim. U meni ko'rib hayron bo'ldi. Boshimni uning tizzasiga qo'yib ko'z yosh to'kdim-u, faqat shuni dedim. Endi men o'zim bo'laman ona. Men o'z hayotimda yashayman. Bir oy ichida kompyuter kurslariga yozildim. Yangi odamlar bilan tanishdim. Isroil aka. U bilan oramizdagi suhbat tugagan, lekin yodimda uning so'zlari qolgan. Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz. Endi men o'sha baxtni o'z qo'lim bilan qurmoqdaman. Endi men kelin emasman, men ayolman, insonman, orzu qiluvchi va ularni ro'yobga chiqaruvchi kuchman. Endi har tongda uyg'ongan paytim yuragimda bir og'irlik emas, bir yengillik bor. Ilgari menga aytiladigan har bir so'z buyruq edi. Endi esa har bir qaror o'zimniki. Kurslarni tugatdim, sertifikat oldim.
ishga joylashdim. Avvaliga ishxonada hech kimni tanimasdim, lekin vaqt o'tib meni hurmat qila boshlashdi. Aqlli, jiddiy, ko'zda ishonch bor deyishardi. Ba'zan oynaga qarayman. O'sha odam emasman. Qorachadan oppoqga o'tgan ayolman. O'sha kelin ko'zda umid so'ngan, boshqalarni xursand qilishga jon kuydirgan endi yo'q. Endi men bor kuchim bilan yashayotgan insonman. Onam aytdi: "Qizim, sen bilan faxrlanaman. Endi men seni ayol sifatida ko'raman, kelin sifatida emas." Bu so'z yuragimni eritdi, chunki bu men istagan tan olish edi. Bir kuni telefonimga notanish raqamdan xabar keldi. "Assalomu alaykum, yaxshi yuribsizmi?" Bu Isroil aka edi. Men javob yozmadim. Men uni yomon ko'rmayman. U menga bir paytlar najot eshigi bo'lgandi, ammo men o'sha eshikdan o'tmadim. Chunki men o'z najotimni boshqa joydan topdim, o'z ichimdan.